Soğuk bileycik. 7. kısım. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bileycik degan eserini anlatışını başlayımız. Ballar mükemmeli. Biz 5 adam bu yerde məsləhətlişib, yenik narsalardan başqa narsalarni bu yerde şaxlar bilan yögəb qoyub ilgirlashga qaror qildik. Balkim 1 soat mağandan keyin men bar kuchim bilan varqirdim. Mening ovozim sal tom qo'polroq chiqatdi. Obul Qasim deb tovladim. Hech ovoz yo'q edi. Aramızda biraylan azon o'qiydi dedi. Men azon tovladim. Qarish tarafdan ovoz keldi. Azon anglandı. Ular mı bizni chaqirib mağan ekan. Bizning azon tovlagan ovozimizni ular anglab dal shu yerda turib azon o'qibdi. Biz angladik. Biz shundoq tovlashib mengab xeyli uzundan keyin jam bo'ldik. Ular ojizlab o'laydi deb qopti ekan. Ko'rishib, quchoqlashib, yig'ilishib ketdik. U vaqtda ayolim sal yaxshi bo'lib qolgan edi. Bo'libmi azonni anglab, xushalligidan yaxshi bo'lib qoldi bo'lg'ay. Chunki bu bizga cho'ng umid edi. Ballar bizga yegidek biror narsa topolmabdi. Ammo oldimizdagi tog'ning keyinda bir iqim borligini, u yerda ko'p o'kuzlar bo'lib, ular o'kuzlarning yangi tug'ilgan ballarini tutishqimi kuchi yetmaganligini, ammo iqimning osti tarafda kichik bir kent ko'rganligini, shu yerga borsak bo'ldiganligini aytib xush xabar elib kelibdi. Endi bizga rostlinlik kuch va umid kirgan edi. Biz shu tarafga qarab maqdik. Menga bek taslikda heliqi iqiniga kelib, hammamiz u iqinning suyida yuyingandan keyin texim kuch kirdi. Odatdagi kiyimlarimizdan boshqani qo'yib berishni maslahatlashib, bir dona padichi ishtonning 2 putini bog'lab, qurollarni silib, iqinning ichidagi bir cho'ng toshga bog'lab qo'ydik. Keyin mahallaga qarab maqdik. Hatto biz sakratga tushgan odamdek jon talishib aran ketib boratdik. Hech kim bilan kari yo'q edi. Hammaylar o'z holi bilan bo'ldi. Oxir uy barkantga keldik. Arlab uy tashlab bir uyga kirdik. Bu Shamdan keyin bo'lgan vaqtmikin bilmayman. U hoyliga kirib, hoylik bir ayoldan bu qayer, Jungomi desak, yo'q, bu Jungo emas deydi. U ayol Xitoychani yaxshi bildi ekan. Sizlar musulmonmi deb ayolimga ko'yinish bilan gap qildi. Biz ha desak, u ayol men xristian, biz sizlarga o'xshash bir ilohga ibodat qilamiz. Kelinglar, nima lozim deydi. Qarasak, hoylisi cho'shqa va cho'shqining ballari bilan to'shib ketibdi. U ayolning balkim 8 yoki 10 yoki 10 dan ko'proq balasi bor ekan. O ayol belkim 30 yoshlar atrofida edi. Biz to'xi bormi desak, ha bor dedi. Ho'ylda yig'ib qo'yilgan o'tin bilan o't qaladik. Ba'zimiz to'xini bo'g'izlab yundashqimi ulgurmay, yundimay terisini so'yabli tayyorladik. Ba'zimiz go'shtni o'tga qaqlab pishirdik. Shunda qilib pishqinini yeb ulguratdik. Shu kuni biz yevatgan to'xi taxminan 8 atrofida edi. To'xilar xeyli cho'ng ekan. Bizdan ochliq endi besiqqan edi. Endi Allah meni yolg'iz musibat berish bilan sinashga boshlagan kuni yetib kelgan edi. Tomoqni yeb to'ydik. Uninggacha biz bu qayer boshqa hammani so'rab bilgan edik. Asli bu yer Xitoy chegarasining teshi, birmi chegarasining ham teshi bo'lib, ikki davlatning oraliqi ekan. Bu odamlar hech qaysi davlatga tava emas, hur odamlar ekan. U kishilar boshqa bir millatdan bo'lib, ismini unutib qoldim, lekin xristian ekan. Bolalar bu ayoldan Xitoy chegarasi yiroqmi, qanchalik vaqtda opirib qo'ya olaysan deb so'rashga boshladi. U ayol, "Ha, yaqin, mashinada 3 soatda borg'ini bo'ladi" dedi. Biz o'tning atrofida yig'ilib o'ltirgan edik. Oldi bilan arg'amcha men keynimga qaytaman, bo'ldi mangmayman dedi. Andin yana biri. Shunday qilib men va ayolim ikkimiz qoldik. Men yo'q, men yonmayman, hargiz yonmayman. Keyniga yinish men uchun nomus. Lekin bo'pti sizlar kassanglar ketinglar. Men ayolim bilan davomli oldimga mangaman dedim. Ular ketimiz degan bilan ketilmaydi debdi men. Chunki asosan bularda pul yo'q edi. Ammo ular qat'iy niyatga kelib tayyorlik qildi. Bo'pti, kassanglar ketinglar, meni pul deb yo'lga silib qo'ymoqchi bo'ldim. Ayolim kasal edi. Balam tushib ketib, bek ko'p qon chiqib ketgan edi. Biz yaxshiroq dori ilib, andin oldimizga qarab meniverish uchun men va ayolim qilib qolmoqchi bo'ldik.
Bizmi ketaylik desak, bir mening shahriga faqat 1 soatlik yo'l qolgan ekan. Men buncha jafo tortib qandoqmi ketaman? Ammo ayolimni biror kichik doktorxonaga aparmasam bo'lmaydi. Heliq ayolning deyishicha, biz Xitoy chegarasidan o'tsak, kichik yezi bozor bor bo'lib, u yerda kichik doktorxona borligini dedi. Shuning bilan hammamiz heliq ayolning yordami bilan kichik bir mashinaga chiqib, Xitoy chegarasiga mangdik. Balkim 3 soat yoki undan ko'proq yo'l yurgandan keyin Xitoy davlati kirish chegarasiga keldik. U yer ko'p harbiylar bilan muhofazat qilingan ekan. U harbiylar bizning mashinamizni to'sdi. Lekin shofir bilan biroz paranglashib, mashinaning ichiga qaramay bizni chegaradan o'tkazib etdi. Bek kech bo'lib ketganlik uchun hammamiz kichik bir mehmonxonada yotdik. Ertasi saharda bizning qarindoshlar Urumchiga qaytib ketish uchun ketib qoldi. Men va ayolim ikkimiz heliqi bizga yordam qilgan ayolning kelishini saqlab, mehmonxonada turib turdik. Chunki u ayol bolalarini nahiyaga olib qo'yish uchun ketgan edi. Kech bo'lganda u ayol keldi. Biz yana shu mehmonxonada yotdik. Ertasi men va heliqi ayolimni shu yezdagi kichik doktorxonaga apardik. Doktor, qon ko'p chiqib ketibdi. Cho'qim cho'ng doktorxonaga berish kerak. Bo'lmasa hayot xavf ichida dedi. Men nima qilishimni bilmadim. Oxiri heliqi ayolning aloqasini yezib olib, jiddiy Urumchiga qaytish uchun tayyorlik qildik. Biz mashina va aeroplan bilan yo'l minib 3 kundan keyin Urumchiga keldik. Cho'nglar bilan ko'rishib o'tgandan keyin Urumchi cho'ng bozor masjidining qiypash oldidagi tinchlik doktorxonasida bir hafta ayolimni davolatdim. Men Urumchida turib taxminan 15 kun bo'lganda ikkilimizning salomatligi yaxshi bo'lib qoldi. Shu vaqtda biz hijrat uchun taxminan 1 oy Urumchidan g'oyib bo'lgan edik. Men yana hijrat uchun menishim ham menishdan burun Korliq bir berib kelishim kerak edi. Ayolim men bilan Korliq billi bordi. Biz u yerda 3 kun turgandan keyin birinchi hijratga tayyorlik bitmagan ikki qarindishim izlab keldi. Shunda qilib men ular bilan birlikda hijrat qilmoqchi bo'ldim. Endi ayolim qaytib kelish kerak edi. Ammo u yana menmi borman? Siz nega borsangiz men shu yerga borman. Endi yo'l oson bo'ladi deb turib oldi. Tova, bu qizga nereden keldi buncha jasorat? Men sizga bu qizning oila sharoitini ozroq so'zlab o'tay. Bu qiz o'zi sestralik kasbini bitirgan, oilasi bekli boy bo'lib, mening bilishimcha yillik zakot puli 3 milliondan oshib ketadi. U mana mushundaq boy bir oilaning qizi edi. Oxiri ayolimning ching turib olishi bilan men va ayolim va ikki qarindishim ikkinchi hijrat tayyorligini qildik. Biz bu qitim heliq ayolning uyiga udul bormoqchi bo'lib, Urumchidan Kunmang, ondan Tianchong, ondan mashina bilan heliq nahiyaga, ondan Chigrayindagi yezg'a mangdigan bo'lib tayyorlik qildik. Lekin biz yo'lga chiqadigan kuni Urumchi aeroplan stansiyasiga manganda ayolimni tutib oldi. Kim tutib olganini bilamsiz? Yurakim qattiq og'rigan holda heliq ikki qarindishim bilan aeroplanga chiqdim. Shuni o'ylaytimki, Alloh iroda qilsa, men bordigan yerimga berib bo'lib, cho'qim sizni ekilib olaman deydim o'zimga. Biz balkim bir hafta yo'l menib Chigrayindagi yezg'a keldik. Heliq ayol bizni olg'il yo'ldishi bilan keldi. Bu qitim chegirdan mashina bilan o'tish mumkin emas ekan. Ammo bular chegirning yon tarafidagi etizliqlardan mangdirib, chegirdan o'tkazdi. Biz chegirdan o'tib, balkim bir kun mangdiqmi bilmayman, bakmi uzoqda u ayolning uyiga keldik. Endi biz hijratni nerede to'xtatgan bo'lsak, shu yerdan davom qilishimiz kerak edi. Uchimiz u ayolning uyida bir hafta turdik. Bu jarayonda ilgirki qitim heliqi yaqinda qo'yib qo'ygan narsalarni men ilib keldim. Ondan ko'pinchisini bu ayolga berdik. Bizni bu tog'dan bir mig'i o'tkazib qo'ydigan odam topolmadik. Bu jarayonda u ayolga hamma gapni dedik. Bu ayol bizga boshqa bir nahiyada chegirdan o'tkaziladigan odamlarning borligini, u yerning bexatar ekanligini dedi. Ammo bu yerdan yana Xitoy chegarasiga o'tib, ondan bir mig'i o'tishimiz kerak ekan. Biz uchimiz obdan maslahatlashgandan keyin Xitoyga qaytib heliq ayol boshlagan yo'l bo'yicha shu chegirga mangdik. Biz Xitoy ichiga kirgandan keyin vatanda Xitoy tutish buyrug'i chiqarib, shu vajidan ichkirda qochib yurgan yana bir qarindishimiz oramizdagi bir aylanga uchur qildi. Qarang Allohning hikmatiga. Biz chegirga yaqin bir nahiyada bir kun saqlab turdik. U do'stimiz keldi. Shunda qilib biz yana 4 odam bo'ldik. Biz 2 kun yo'l mangdikmikin bilmayman. Chegirga 5 kilometr keldigan bir kichik yezg'a keldik. U yerda bizni chegirdan o'tkazib qo'ydigan mashina izlab 3 kun turib qoldik. 4-kuni bir Xitoy bizga Xitoy chegarasidan o'tkazib qo'ydiganligini, lekin birmi chegarasidan o'tkazib qo'ya olmaydiganligini aytdi. Biz 4imiz maslahatlashib, u yerga bo'lsa-mu olib qo'ysin deyishdi. Heliq Xitoy yotoqqa sahar soat 4 keldigan bo'lib ketdi. Rost degandek u Xitoy shu vaqtda keldi. Biz Xitoydan chiqish chegarasiga 200 metr yaqinlikda soat 6 gacha saqlab turdik. Chegarada hech kim yo'q edi. Dal shu vaqtda shofir Xitoy bizni mangdirib chegaradan o'tkazdi. Biroz mang'andan keyin
Heliq şoför Xitoy sizlar oldinglarga mengayveringlar. Soat 7da chigirni ochidi. Shu vaqtda men mashinada kelaman deb qo'yib ketdi. Biz balkim 1 soatdan ko'proq mangdik. Bu yo'lning bir tarafi igiz tog' va o'rmon, yana bir tarafi bekli cho'nqur edi. Osti tarafda bulut ko'rinib turardi. Oxiri shoför Xitoy keldi. Biz mashinaga chiqib 1 soat yo'l mang'andan keyin uzunligi 1 kilometr keladigan bir tonelga keldik. Toneldan o'tgandan keyin bir chigirisi ko'rindi. Şoför bizni bu yerda tushirib qo'yib, keyniga qaytib ketdi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nahya bihi fi 'izzatin tasmu bihi